Birinchi esinglarda bo'lsa, men sizlarga istoriya qo'ydim. Stand-up bo'ladi Farg'onada, san'atshunoslik fakultetida deb. Men o'sha stand-upga bordim va o'zim ham ishtirok etdim. Prosta Oybek Dadayevning ijrosiga gap yo'q, men mazza qildim va birinchi marta stand-upda ishtirok etdim. Yarim kechasida qanaqadir ovqat tayyorlaysiz. Yarim kechasi odam o'zini yengib turib biror nima yeyish kerak. Xo'p, обычный odam-ku topsa topdi, studentchi O'zini o'zi yeydi. ich etini yeydi. Yaxshi. Lekin ozib ketmayapsiz. Men 6 oy oldin 92 kilo edim. Shahlo ijodini boshlagandan keyin men ichetim deb ozib ketdim. Mazza qilib hazil-huzullar qildik. Ko'plab savollarga hazilomuz javoblar oldik. Kelganlar mazza qilib kulib, mazza qilib o'tirib ketdi. Kelmaganlar shunchaki armonda qoldi o'rtoqlar. Stand-up tugagandan keyin qarasam, Shohruh bilan Humoyun aka bo'sh zalga konsert beryapti. Bu yoqda bo'lsa, Oybek o'zining narsalarini yig'ishtirish bilan ovora. Suhrob aka bo'lsa pianinodan chalganda tepa tomon shunaqa qimillaydi, menga o'rgatyapti. Ikki xil pianinada ikkita odam bir-birini eshitmasdan ashula chalyapti bor. Vashshe dahshat. Bu yerda bo'lsa Suhrob aka o'zining tryuklarini ko'rsatib, rahmat deb qo'yapti. Keyin chiqib, jajji muxlischalar bilan ko'rishdim. Asalligini qaranglar bularda. Undan tashqari meni taniydigan odamlar kelib, men bilan rasmga tushib ketdi. Keyin kichkintoylarimdan xayrlashib, sizlar yaxshi ko'raman, qadrli lyubimchiklarim, sen biz ham lyubimchigim deb xayr deb ketdi. Va sizlarga ham xayr deb qo'ydim.